Assalomu alaykum ijro foydalanuvchilari. Sizlar bilan navbatdagi jarayonimizda ichki buyruqlar loyihasini tayyorlash, kelishuvchilarga qo'yish va tasdiqlash uchun imzoga kiritish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bosh sahifani ochib oldik. Demak, bu sahifada yangi hujjat qismiga o'tamiz. Yangi hujjat qismida belgilangan ichki hujjatni ochib olamiz. Demak, hujjat turini tanlaymiz. Bu qanday hujjat ekanligini belgilab olamiz. Ro'yxatga olish jurnalida bu tashkilotning ichki faoliyatiga doir bo'lgan buyruq bo'lganligi uchun, demak, mana shu jurnal turini tanlaymiz. Tizimda buyruq blankasi tayyor holatda joylab qo'yilganligi uchun ham fayl biriktirish orqali ijro onlayn ofisga o'tamiz. Buyruq blankasini tanlab olamiz. Ochib ko'ramiz. Ko'rib turibsizki, buyruq blankasi joylangan holatda turibdi. Demak, tahrirlash orqali Word variantiga o'tamiz. Endi esa Word variantida tayyorlab qo'yilgan buyruq loyihasini olib, copyright stavit qilib tushiramiz. Ko'rib turibsizki, buyruq matnini ko'chirib tushirib oldik. Endi esa buning ilovasi borligi uchun ilovani buyruqning ostidan yuklaymiz va bu qay tartibda bo'ladi. Buyruq ilovasi albumni variantda bo'lganligi uchun, ya'ni jadvalimizni tushirayotganligimiz uchun buni biroz boshqacha ko'rsatishimiz mumkin. Demak, buning ham iloji bor. Ijro orqali buyruq loyihasining ostiga ilovasini kiritish jarayonida. Demak, buni ko'rib chiqamiz. Qo'yib oldik. Hujjat matnini kiritib oldik. Buyruqning matni tugagandan keyin uning ilovasini bemalol qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buyrug'imizni matnini joylab oldik. Ilovasini ham albomli ko'rinishda yuklab oldik. Endi esa saqlagandan so'ng orqasiga qaytamiz. Hujjatning nomini yozib qo'yamiz. Buyruq nima haqida ekanligi to'g'risida qisqacha mazmunini belgilab oldik. Saqlashni bosamiz. Demak, buyruq loyihasini ko'rib chiqish uchun tegishligi bo'yicha kelishuvchilarni belgilab chiqamiz. Kelishuvchilar kelishuvni amalga oshirganidan so'ng buyruq tayyor va tasdiqlangan holatda bo'ladi va imzo chekuvchiga jo'natsak bo'ladi. Tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu Telegram linki orqali yo'llashingiz mumkin.